Bu usulni oldinroq bilganimda chopperim yomon bo'lib ketmas edi. Sizlarga o'rgatishga qaror qildim, sababi agar sizlarga yengil bo'lsa, yengilligicha qolsin dedim. Shunaqa одноразовый rezinkali sellofanni tiqib yuvib olamiz va ustidan yopib, qiymalarimizni chopperga olamiz. Qarabsizlarki, shunaqa kram bo'lmaydi, top-toza bo'ladi va uzoq yil xizmat qiladi. Butlariga ham musor to'lmaydi va top-toza bo'ladi qizlar. Zo'r layfhak. Ikkinchi layfhakni ham o'rgataman. Ichidan qiymalarni olganimizdan keyin qaynoq shaqillab turgan suv solib, bavidan solamiz. Bu gipoallergenik, juda ham zo'r tozalab beradi. Butun infeksiyalarni ham o'ldirib beradi. Agar chetlari, ichlari ham top-toza bo'lishini xohlasangiz, unda albatta bavi bilan tozalang. O'shanda мясорубкасini tishlarini, chetlari, qo'lingiz tegolmaydigan, yuvamaydigan joylaringizni ham bavi top-toza qiladi. Qaranglar, oynalari ham yaltilladi. Yana sizlarga bitta 3-usulni o'rgataman. Agar o'tmas bo'lib qolgan bo'lsa, мясорубкаlar unda shunaqa folgani olamiz, maydalab solib, ichiga uni yaxshilab bitta aylantiramiz. Qarabsizlarki, tishlari o'tkir, yengidek chopper tayyor. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.